Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarimiz. Bugun 15-dekabr 2025-yil Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumaniga 3 tonna biogomuz sotdik. Har bitta xalta 35 kilodan xaltalangan Vichy sort 05 razmerda elangan biogomuzlar. Sifati a'lo darajada, namliklari past holatda. Sherzodbek akamiz o'zlari mana xonadonimizga tashrif buyurib, o'zlari mana ko'zi bilan ko'rdi. Sherzod aka, biogomuz haqida bir ozgina ma'lumot bering. Mana o'zingiz ko'rdingiz. Sizga yoqdimi? Biogomuz qanday? Zo'r ekan, namliklari ham yo'q, unday quruq holatda. Yaxshi, normal. Namlik ko'p bo'lsa kilo bosib ketadi-da, bu zo'r ekan, lekin shu qiziqib o'zim kelib oldim. Biogomuz yoqdi-a? Yoqdi. Sifati, mayinligi, sifati zo'r. A'lo darajada. Xaridorlar o'zlari mana kelib, o'zlari ko'zi bilan ko'rib, yonlarida mana xaltaladik. Xudo xolasa endi mashina kelib buni yuklab beramiz. Yetkazib berishi bilan 2000 so'm. Agar xonadonimizni o'zlaringiz xarid qilsalaringiz, mashina bilan kelasizlar, xaltalab yuklab beramiz mashinalarga 1800 so'm. Biogomuzlarimiz hali juda ko'p. Murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 97 244 44 06. Manzilimiz Uzun tumani, Yangi Ro'zg'or mahallasi. Mana 3 tonna biogomuzimizni yukladik. 2 xalta og'iri bilan bonus bilan qilib berdik. Mana Hyundai Porter avtomobiliga yuklab, mana xudo xolasa bular Oltinsoyga mana yo'l oldi. Aka, pulidan biz baraka topaylik, biogomizsiz siz baraka toping. Yaxshi yetib olinglar, oq yo'l. Aydoring. Mana xudo xolasa bular tuzab ketdi. Bo'pti, yaxshi boringlar. Kimga sifatli biogomuz kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Dastavkalarni o'zimiz yonimizda mana qilib mehmon jo'natib yubordik. Sog' omon bo'linglar, kunlaringiz xayrli va barakotli o'tsin.